Qizlarjonlar, bugun kiprikga yopishtirish darsligimizda o'zi qanaqa qilib ishlatganimni ko'rsataman. Keyin mana turlari ko'p kipriklarni mana bu kuchukka 3D'lar. Soni ko'p. Mana bu koreyskiy kiprik. Bu Shiglan firmasidan. Mana bu ham juda yaxshi uzun, bu eng uzuni. Mana bu bugungi darsligimizda kiprik yopishtirish darsligida mana shunda ishlatdim. Lekin buni kreyni ishlatmadim. Krey ham yaxshi, yomon emas. Bu ketgan. Mana bunaqa uzuvcham bor. Taqib qo'ygan. Mana bu pinset. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Mana shu. Mana bu ham zo'r lekin. Bu mana shuni pinseti juda ham yaxshi bu ham. Mana bu kiprik kleydan ishlatdim. Duo kley ishlatardim. U ham yaxshi edi. Mana bu ham yoqdi menga. Bu ham zo'r. Qizlar, masalan mana bir tomchi tomizdik. Mana bundan ko'p olmanglar, ko'p surmanglar. Qaranglar, faqat tagiga. Mana o'sha kley bo'lgan mana, ko'rdingizmi? Nomiga bilinmaydi ham. Kamgina o'yinglar, bo'rttirib olmanglar. Mana shunaqa faqat tagiga, mana shunday qilib kiprikni qo'ysak agar yopishadi. Ba'zida qo'l bilan to'g'rilasangiz ham bo'ladi. Bu bo'ladi endi. Mana shunday qo'yasizlar, bo'ldi. Shunaqa. Shuning uchun pastga kley yopishmaydi, qotib qolmaydi pastdagi kipriklar bilan bemalol olinadi. Ko'rdingizmi? Kleysi ham yaxshi. Xullas, bugun darsligimizda ishlatgan kiprigim mana bu. 12 razmerda ishlatdim. Mana bu kleydan. Mana bu pinset bilan ishladik. Mana shular.